Assalomu alaykum barchaga. Biz Namangan viloyatiga Fayzli xonadonga naves qilib berganmiz. Navesni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Bu joyga nima uchun naves qilib berganmiz? Bu joyga yozda polisi quyosh bo'layotgan ekan, yomg'ir qorda zo'r qilib remont qilishgan ekan. Shu remontlari o'z ko'rib turgan bo'lsangiz, plitkalar, burchatkalar qorayib, xunuk bo'lib holatda, rangini o'zgartirish holatlar bo'lganligi uchun bu joyga naves qilishlik kerak bo'lgan ekan. Bu joyga nabishni chiroyli, boshqacha, har doimgidek navesdan emas, o'zgacha ko'rinishda, o'zgacha dizaynda, uyga moslangan holatda nabishni chiroyli, zo'r naves qilib berganmiz. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, stokalari mustahkam, ishlatilgan narsalarimiz hammasini o'ziga moslab, uyga moslab turib, balandligiga, gabaritiga, uydan xonadonga kirishda, ko'chadan xonadonga kirishda juda ham keng atmosferani beradi. Kattaligi, mustahkamligi, chidamligi. Biz bu qilib bergan ishlarimizga o'zi garantiya berishlik qanaqa bo'ladi? Xudo xolasa 1 metr qor yog'sa ham o'zini mustahkamligini yo'qotmasligiga garantiya beriladi. Stokalar 2 talik bo'lgan, 5 ga 5 profil bo'lgan, eng katta, chiroyli nabishni eng so'nggi dizaynda lazerli fasonda gullardan bo'lgan. Xudo xolasa bo'ylari ham, masofalari ham o'zini ushlab turadigan darajada qilib berganmiz, xudo xolasa. Leksanlarimizga o'zi zavod 15 yillik garantiya beradi. Nima uchun? Rossiyskiy leksan ishlatishligimiz uchun. Rossiyadan O'zbekistonga kirib kelganiga 15 yil bo'lgan. 15 yildan beri dillerlik qiladigan odamdan biz xudo xolasa leksanda olib ishlatamiz. Bu nima degani desa, bu Rossiyadan 15 yil kirib kelgan, o'zini oqlaydigan leksan deyilganligi uchun biz kimga bo'lsa bizdan qildiradi, boshqadan qildiradi, leksan qildirmoqchi bo'lsa, rossiyskiy leksandan foydalansa bo'ladi, chunki o'zini oqlagan leksan bo'ladi. Shuning uchun biz shu leksandan foydalanib, garantiyani xudo xolasa 15 yilga berilaveradi. Bu joyga necha kvadrat bo'lgan? Общий kvadrati 185 kvadrat bo'lgan. Summasi 500 ming so'mdan chegirmada qilib berganmiz. 2025 yil 31 dekabrgacha bizga zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa fasonda leksanli navesimizni 1 kvadratini 500 ming so'mdan qilib beramiz. Agar oddiy abishli holatda bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini 50 ming so'mdan arzonlashtirib qo'ydik, 450 ming so'mdan zakaz qilsangiz qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bunaqasini 500 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. Agar sizga xuddi shunaqa naves kerak bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa xizmatimiz kerak bo'lgan bo'lsa, garantiyali, ishonchli, mustahkam, ko'p yillik tajribaga ega ustalarda xizmat kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumot beramiz. Agar sizdan zakaz qiladigan bo'lsangiz, chotki, chiroyli qilib, sizni roziligingizni oladigan qilib, mustahkam qilib, navesingizni qilib beramiz. Sizni kutamiz, telefon qiling.